Kechki vaqtimizda hammamiz yaxshi ko'rib, talishib turib yeydigan shakar mandisi hazırmi esinglarda bormi do'stlar? Sizlar balalaringizga o'z qo'lingizlar bilan tayyorlab beringlar. Izlagan vaqtinglarda topolmay qolsanglar yurak belgisini besib saqlab olib ko'ringlar. Aldı bilan muvafiq miqdordagi unga soda, tuz, xamir ko'ptirgi silib, yumshoqroq xamir yo'g'irib bo'ldirib olamiz. Andan yaxshi ko'rishimizga qarata 2 xil shakar mandisining qiymasini tayyorlab olamiz. Ikkilisiga o'xshashli ezilgan yong'oq meg'izdan o'qi, shakar, ushaq to'g'ralgan qo'ymay solamiz. Andan bir qachadagi qiymini qo'limiz bilan ezib, yong'oq shakarni qo'ymay bilan birlashtirib, bir xil qiyma tayyorlab olamiz. Yana birining ustiga yana qizil uzum, chilan, cho'ngroq to'g'ralgan yong'oq meg'izi, oqqar kunjut, kava urqi degandek uyinglarda bor bo'lgan quruq yal yemishlarni silib, o'xshash usulda ezib tayyorlab olamiz. Xamirni ko'pib tayyor bo'ldi. Endi bosqichda xamirni filmda ko'rsatilgandek cho'nliqda kesib, hammani pilt qilib manti tugishga boshlaymiz. Ko'ribmi shekapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shinglar, erkin yangilik mazmunlar bor. Hamman tugib jimbilg'i tizib bo'lgandan keyin qaynayotgan qozonga selib 16 minutdan 18 minutgacha qaynatib pishirsak tayyor bo'ladi. Do'stlar, bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayonigacha qaqsiz gullaringlarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qo'llag'inglarga rahmat.